Yo'lga qanaqa ko'mir yoqamiz deydiganlarga mana kat yo'lga angren ko'mirdi. Endi to'lqinli maydasi sal namlab olinsa mana g'urasha bo'ladi. Ular kat yo'lni to'liq tozalab olgandan keyin, teplanmanni hamma yo'g'ini tozalab olgandan keyin, bo'sh bo'lgandan keyin mana shunaqa qilib ko'mir solishni boshladi. Solavering-chi. Mana videoga chiqib qoldim. Shunaqa qilib mana ko'mirni solib oldik. Mana tevasini bunday qilib tekkizlaysizlar. Tekkizlab turib, endi tagiga tushganlarini olib tashlaymiz. Haligi tagida teshigi keng ekan deydiganlarga, mana tagida shunday ko'mirni maydasi tushib qoladi. Kuraychada olib turib, tepasiga tashlaymiz. Mana ichkarida umuman ko'mir qolmadi. Juda zo'r mana tevasi. Endi shekkacha tez yonuvchan mayda shoxchalarni o'tinchalar solib yoqamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. To'liq kat yo'lni yonish jarayonlarini sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana shunaqa mayda o'tinchalarni tagiga mana bunaqa o'tinchalardan ham tashladik. Cho'g'iladigan. Aslida shuni ilashtiriladi. Ilashtiramiz. Shuni yo'q bo'lsa ham tevadan pastga qarab o'z afsonasi yonadi. Mana o'tinimizni sekin ilashtirish boshlandi mana. Xuddi shunday qilib yigit chaqib yoqsalar ham o'zi sekin ilashtirib kat yo'limizni mana to'liq ishga qo'yib qo'ydik. Hozir sizlar bilan bir qator ko'mirga o'tib yonish jarayonlarini ko'rsatamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Kat yo'limiz 15 kilovatlik utuplonli yo'lda. Kat yo'limiz narxi 8,5 million so'm. Bo'lmasa mana qish keldi. Sizlarga bir qator yonish jarayonlarini, zapravka qilishlarni qanaqasini ko'rsatamiz. Qanaqa holatda bo'lsa ko'rsatamiz. Bo'lmasa kim uyda qiynalayotgan bo'lsa, xonadonda kat yo'l yoqolmasdan nima bo'lsa, qanaqa fikr savollar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Bo'lmasa xuddi shunaqa qilib o'rgatib, kat yo'llar zapravka qilib, qanaqa holat bo'lsa, sizlarni qiynalmasliklaringiga sharoit qilib beramiz. Videomizga bitta like bosib qo'yamiz. Bizni mana to'liq ishga qo'yib oldik. Kat yo'limiz o't ilashdimi yo'qmi bir qator ko'rib chiqamiz. Otchi Ma'mirjon. Shu o'rinlar. Kat yo'limiz juda ham chiroyli bo'lib ilashib, mana bo'lmasa ko'mirga o'tmoqda. Sizlarga hozir ko'mirga to'liq o'tib olgan holatini ko'ramiz.